Transport nazorati inspeksiyasi tomonidan jamoatchilik kengashi yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda inspeksiya tomonidan korrupsion holatlarning oldini olish va shaffoflikni ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Transport nazorati inspeksiyasi huzuridagi jamoatchilik kengashining joriy yildagi dastlabki yig'ilishi yangi a'zolarni tanishtirish bilan boshlandi. Sohada samarali mehnat qilayotgan bir guruh yangi a'zolar kengash tarkibiga kiritildi. Ma'lum qilingandek, jamoatchilik kengashi tarkibida avtomobil tashuvlari hamda yo'l qurilishi bo'yicha ishchi ekspert guruhi tashkil etildi. Ishchi guruhlar inspeksiyada olib borilayotgan ishlarni kuzatib, joylarda o'rganishlar olib boradi. Korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish, bajariladigan ishlarda inson omilini kamaytirish maqsadida axborot tizimlari ishlab chiqilib, har bir xodimlar ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha deklaratsiyalashdan o'tkazildi. Korrupsiyaviy holatlar haqida xabar berishga mo'ljallangan 4 aloqa kanallar tashkil qilinib, barcha ijtimoiy tarmoqlarga va inspeksiyaning veb-saytiga joylashtirildi. Ta'kidlangandek, 2024-yilda 4 ta axborot tizimi ishlab chiqilib, inspektorlar B81 modelidagi yangi avlod planshet qurilmalari bilan ta'minlangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilgan bu kabi chora-tadbirlarni jamoatchilik kengashi vakillari ijobiy baholadi. Ular raqamlashtirish bo'yicha boshlangan ishlarni yanada takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar berishdi.